İstanbulda Sharqi Turkiston da'vosi bo'yicha yoshlarni tarbiyalash kursi ochildi. Sharqi Turkiston da'vosi bo'yicha yoshlarni tarbiyalash kursining ochilish faoliyati 28 yanvar İstanbulda o'tkazildi. Tarbiyalash kursini Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur harakati tashkillagan bo'lib, bu qatimqi tarbiyalash kursi Turkiyada o'tkazilgan 3-qatimliq tarbiyalash kursi bo'lib hisoblanadi ekan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim va Uyg'ur tadqiqot markazi raisi Abdulhakim Idris apandi ochilish so'zi qilib, mazkur kursni ochishdagi maqsadining muhojiratdagi yoshlarga Sharqi Turkiston da'vosidagi peshqadamlarning tajriba saboqlarini yetkazish ekanligini bildirdi. Kursning ochilish yig'ilishida Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat, Uyg'ur akademiyasi vaqfi raisi Doktor Farhod Qurbon Tangritog'li, Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfi raisi Abdurashid Abdulhamid, Ili Mashrifi vaqfi raisi Qudrat G'ulja, Taklimakan nashriyati raisi Abdujalil Turan, Kelajak partiyasining Istanbul vakili Rajab Varulbay, jurnalist Xolis O'zdemir, Angliyadan kelgan doktor Salman But, shundaqla kursda leksiya so'zlaydigan akademiklarga vakolatan Marmara Universiteti Xalqaro munosabat fakulteti o'qituvchisi professor doktor Giyar Sarnur Darman xonim qatorliqlar so'z qildi. Ular so'zlarida kursni o'rinlashtirgan Uyg'ur harakati tashkilotiga rahmat aytadiganligini, kursning Sharqi Turkiston da'vosining xalqaroda texmo kuchli kun tartibga kelishida unumli rol o'ynashini umid qilganligini bildirishdi. Mazkur kurs 2 kun davomlashadigan bo'lib, Turkiyadagi har qaysi universitetlardan kelgan professorlar, jurnalistlar Sharqi Turkiston da'vosi haqida leksiya so'zlaydi ekan.